Bu uydan o'lishing shu deb. Seni hech kim hech qachon tushungan emas. Shu ahvolga tushishingga biz sababchimiz. Qolsang yana ham abgor bo'lasan. Yaxshisi uyni tark et. Otam qishloqni tark et dedi. Hamma Paroni tark et dedi. Paro ichkilikni tark et dedi. Bugun esa onam uyni tark et dedi. Kuni kelib, Xudoyim ham bu dunyoni tark et deydi. Bu uyda meni hech qanday haqqim yo'q aya. Meni haqqim sizda. Buni mendan hech kim tortib ola olmaydi. Hatto siz ham. Ha. Doningni